Astagfirullah. Qalu ya Salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib. Ya'ni Solih alayhisolamning o'zini qavmida hurmati balandligini Alloh Samudda tili bilan bayon qiladi bizga. Aytishadiki, ey Solih, mana shu kalimani aytishlikdan burun ichimizda hurmatli yaxshi odam edingmi? Ota-bobolarimiz sig'inib kelgan butlarga ibodat qilishdan qaytarasanmi? Seni chaqirayotgan narsada biz shubhamiz bor. Seni ishonmaymiz payg'ambarliging. Ya'ni o'zlari e'tirof qilyapti. Sen yaxshi odam eding biz ichimizda. Lekin la ilaha illallohga chaqirgan paytda yomon bo'lib qolyapti. Astagfirullah. Qala ya qawmi ibudulloha ma lakum min ilahin ghayruh huwa anshakum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiru thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib. Ey qavm, sizlarga Allohdan boshqa iloh yo'q, faqat Ungagina ibodat qilinglar. Sizlar yer yuziga hukmron qildi, unga istig'for qilinglar, so'ngra tavba qilinglar. Alloh qaribun mujib bo'lgan zot. Hud alayhissalom o'zini qavmi otni qanday ogohlantirgan bo'lsa, Samud qavmini payg'ambari Solih alayhissalom xuddi shunday narsani takrorladi. Uqiya zikru alayhi min baynina bal huwa kazzabun ashir. Alloh taolo aytadi Qur'onda qavmini dedi. Kelib senga tushdimi zikr? Senga keldimi payg'ambarlik? Balki sen kazzob bo'lursan, yolg'onchidirsan. Qalu inna anta minal musahharin. Sen sehr ko'rganlardan bo'lib qolsan. Solih alayhisolamga bir qancha odamlar iymon keltirgan bo'ldi. Samud qavmi ularni masxara qilib, sizlar Solihga iymon keltirdinglarmi? Ha degan javob berishganda biz kofirmiz bu narsaga deyishdi. Subhanalloh, biz hozir bir bo'layotgan ishlarni bir hikoya qatorida eshitib qo'yapmiz, lekin bu narsa sodir bo'lganda, ana shu kufrni keltirib turgan paytdagi odamlar ularni nima kutib turganligini bilganida qana bo'lardi ekan. Biz oxirini bilamiz. Bizga narsa bu qattiq ta'sir qilyapti, lekin insonlar boshiga kelmaguncha ko'zi ochilmas ekan. Hasan Basri aytgandek, insonda tarix kitoblarida keltiriladi. O'limdan keyin boshqa ma'ruzani keragi. Sulton Nuriddin tushida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Nuriddinga qarab, meni mana bu ikki kishidan qutqar. Solih alayhisolamdan shunlamagan bo'lishdi. Ya'ni sen nafsan, sen biz oldimizga kelding, bizni boshimizga musibat. Rasululloh yana tushdi bir balo keladi. Qolib to'yarma dekadan ma'lum. Qolib to'yrukum indalloh bal ahli qawlun kerak namoz o'qib, yana uxladi. Bizdan nari bu. Qachon bizga yaqinlashadigan bo'lsang, bizga musibat yetadi. Sen tushunsan. O'zini vaziri Jamoliddin Mosur alayhisalom aytdiki, قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي فآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيت وما تزيدونني إلا تخسيرا. Agar Alloh menga o'zining rahmati bo'lgan payg'ambarlikni bergan bo'lsa, sulton Allohga oshiq qilsa shundan keyin kimdir Allohning balosidan saqlab qoladi. Axir aqlingiz yuzmisizlar? O'zini olib kelyapti. Vaslatan qo'yilgan ishim uchun mukofot so'rayotganim yo'q. Meni mukofotdan Robbil alamin tuzilmasida yo'q. Aqlingiz yuzmisizlar? Agar mana shu davomida dunyo maqsadini orzu qilayotgan bo'lsam, dunyoda xalq qilayotgan bo'lsam, sizlardan mukofot talab qilgan bo'lmasmidi? Dunyodagi tog'larda maydonlarga turgan darajada qattiq shahmo bo'ldi. Juda ko'p bir xiloflar bo'ladi. Ular Solih alayhisolamga qavmin iymon keltirishga bosh tortadi. Madina ahliga nafarxonani tarqatishni boshlashdi. Hamma keldi, olar ekan Nuriddin Zanki har bir